Kim bu dunyoda bir kambag'alning og'irini yengil qiladigan bo'lsa, Allohu taolo u bandani dunyo va oxirat qiyinchiliklarini yengillashtiradi. Buni qarang. Bir kambag'alning og'irini yengil qilyapsiz. Allohu taolo sizni bu dunyodagi qiyinchiligingizni ham, oxiratdagi qiyinchiligingizni ham yengil qiladi. Oxiratda hamma qiynaladi. Misol uchun inson qiyomat kunida hisob kitob qilinadi. U payt qiynaladi. İnson qiyomat kunida amallari taroziga tortiladigan paytda amallari kam kelib qolishi mumkin. Bu paytda qiynaladi. İnson qiyomat kunida Sirat ko'prigidan o'tish kerak. Mana bu paytda qiynalishi mumkin. İnson qiyomat kunida mahshar maydonida chanqash mumkin. Bu ham bir qiyinchilik. İnson qiyomat kunini zulumatida, qorong'uligida qolish mumkin. Bu ham bir qiyinchilik. Mana shu dunyo va oxirat qiyinchiliklarini Allohu taolo biz bu dunyoda bir kambag'al, nochor insonning og'irini yengil qilishimiz sababli Alloh taolo yengillatar ekan. Kim dunyo va oxiratda og'irliklarini yengillatilishini xohlamaydi? Hammamiz xohlaymiz. O'shaning uchun demak biz bu dunyoda qiyinchilikka uchraganlarni og'irini yengil qilishimiz kerak.